Tang to'zon ko'tarilib, ozgincha havomizda nima bo'lyapti? Ifloslanishli bo'lyapti. Ana o'shaning uchun juma kuni barcha O'zbekiston masjidlarida istisqo namozi o'qiladi. Bu qanaqa namoz deyiladigan bo'lsa, bu namoz Alloh taolodan suv so'rab o'qilinadigan namoz. Endi Alloh taolo vatanimizga o'sha yomg'irlarni yog'dirsin, havolarimizni toza qilib, musaffo qilib bersin, osmonimiz yana musaffo osmonga aylansin. Sizlardan qiladigan iltimosimiz shundan iboratki, azizlarim, hozir Kabatullohga kirganimizda nima qilaylik? Kabatullohni ro'parasida butun jamoat bo'lib duo qilaylikki, Alloh bizni vatanimizga yomg'irini yog'dirib bersin. Manfaatli, foydali yomg'irni yog'dirib bersin. Tabiatimiz ham tozalansin, osmonimiz yana musaffo bo'lsin. Bu sizlardan iltimosimiz. Qancha bo'lsa vatanimizga o'shancha duo qilsak kam. Imkon boricha vatanimizni, hamyurtlarimizni, yurtboshimizni haqqiga ko'p-ko'p duoda bo'laylik. Xo'pmi? Rahmat aziz.